Assalomu alaykum aka ukalar va opa singillar. Do'sti TV 92 kanalini kuzatib boruvchilar. Bugun 20-may sanasi erta bilan yetib keldik, joylashdik. Hozir mana kun botyapti. Qorlarga qarang. Buyog'iga betashvish nasib bo'lsa qo'yib boqamiz. Qorlariga qarang. Qor hali ketgani yo'q. Assalomu alaykum aka Totoru opa xoxoro. Ina mo joy bojoy shidim. Ovardım tonay ayloq mora. Imroz 20-may. Sahar ovarda joy bojoy kirdim. Ismichiko xona raft. 4 ro'za 15 ro'za past nasib bo'lsa mo meram peshi etdi. گوسفندهایم دمش گرفت به تشویش سیر شد. این حاضرم هزیمه آوردم شریکم قطعی نصیب باشه پگه یا برای میکشمود پگه سهر قشلاق رفته نصیب باشه مایده چایده کده میورمو بعد برای میکشم bayram میکنیم bayram. اینا درنی پراتکا چیزی باشه بیننده. طبیعت میگه چه میگه اینا پاکا بوران نیست. دره یه روز باریده بود بعد دیگه بوران ندیدمشون. ای قطنه هاشم تشتی بود ای خوارگی. اینا سگا یکتاش ایجاد خوای یکتا سیاقت دوتا اینا ایجاد 4 تا 6 تا سگا. خیلی подписка قطعی لایک فراموش نکنین. ما دوام میتیم سیام کاره. Aziz qadrdonlar, mana bu bo'layotgan videoning bari sizlar uchun bitta like bilan podpiskani unutmangizlar. Video qilishimiz davom etamiz. Mana bugun 21-may. Qishloqqa yenib kelyapman. Tuzu maydachida olib ketganli. Mana qishloqning ustining o'tlari shamas. Antin qo'ygan ekan. Nasibamizga jaylovimizda ham pashta internet ishlaydi. Ina do'stona aziz, bu bo'lay qishloq. Qishloq va nigah mekanay jo. Qadrav, alaptrav joy ham etay. Magazin با آماده استم. نمک پمک و پرودکتا کده باریم گفته. امروز سنه 21 مای دینا 20 بود. سلامت جای با جای شدم.
15 ro'z past Xudo rozi bo'lsa xona meram. Hozir qishloq bayam syomka mekinim kuch xilay chiyay mebenim. ijara yakim solay. O'qasaz nameshinosum namedonam. Like do'stlar, like подписка. Shu eshakning tug'anining klibini qo'yaman mana shuni. Shukurlarni tug'an. Erkakkana xotik. Ana shu macha xotikkanani tug'di. Bizlar shunday gap aziz do'stlar, aziz qadrdonlar. Hozircha omon bo'lingizlar. Like bilan podpiskani unutmangizlar. Qo'ldan kelgancha biz xizmatda. Ana biz maydachida olib ketayotgan qishloq. Ana qarib qoldi qishloqqa. Xudo razı bo'lsa 20 minutda yetsam, yarim saat falan vaqt ketsa maydachidaga soat 12larda qaytib qo'shqa chiqib boraman Xudo razı bo'lsa. Jaylovning yo'li qiyin ekan, qo'y haydab kelaydigan yo'llari. Lekin qishloqqa yenib chiqishlari, bu jaylovlarda sviyaz, anten, internet ishlashlari biz uchun yaxshi. Yomon tarafdan yaxshi tarafi bo'ladi. Oson tarafdan qiyin taraf bo'ladi. Bu jangal ekan, bonni ayu yurib kelgan izlari bor. Izini ko'rsataman deb esdan chiqibdi-da, balandda qolibdi. To'proqda. Ina do'stona aziz, qishloqqa ayloqi mo. Ayloq bu nazdik buday. Maydachayda kunim hadakada nasib bo'lsa soat 9da yak nashida 9da da Xudo rozi bo'lsa bu merasimami qo'shi xudoma maydachayda kunimi birim. Просто qishloqi ayloqim hora nishonti ham gufta iqaq syomka kadaystam. Ina do'stona aziz, mo duyumi mayda rahaki kadabudim. Ay tirakli bobo 20 mayda rasidim. mayda rasidim. 18 ro'z meshavan. Ay klip yagon tash yagon xatoshidagi bo'sha. Ay gapim yagon tash xatoshida bo'sha. Peshaki huzur mepursum, baxshish mepursum. Udam meshava, xato meshava. Bexata kor nameshava. Beayb Parvardigoray. 18 ro'zda omadim, sog' salomat. Tinch rasidim. Davom etimiz video knira. Shmo like qatib podpiska поддержкада shavin. Xamondagi shabom dida raftam میگیریم. ای دستم چند قمیایا کدا رفتم میگیریم. کسی در مقاله همی موندگی کلیپیم لایک قطعی پادپیسکا را فراموش نکنین. یک تاش نباشه یک تاش معقول میشه انشالله. دوستlar mana 2 may kuni jo'nabidik Terakli bobodan 20 may kuni yetib keldik. 18 kunda bugun 21 kecha joylashmaydik 20-sizlarda. Biron qo'yilgan videolarda birontasi xato bo'lsa yoki xato joyi bo'lsa uzr, ya gapimda biron bir xato bo'lgan bo'lsa kechirasizlar. Like bilan podpiskani unutmangizlar. Qo'ldan kelganicha shu o'zim ko'rayotgan
vaziyatni o'zim ko'rayotgan, tabiatni o'zim ko'rayotgan narsalarni sizlar bilan men baham ko'raman. Qataman ko'rsataman. Hozircha xayr. Like bilan podpiskani unutmangizlar. Biz sizlarning xizmatlaringizda qo'ldan kelganicha. Men ham qishloqqa keldim mana.